Zaytun Awards taqdirlash marosimida hakamlar safiga taklif qilinganman. Bu yerdagi hamkasblarimizni va shu qatori menda o'qib ketgan shogirdlarimni ko'rib juda ham o'zlarim quvnadi. Bu men uchun albatta sharaf, har bir ustozlar uchun. Hozir inshaalloh jarayonlarni sizlar bilan bo'lishga harakat qilaman va haqiqiy mutaxassislarni professional darajada taqdirlaymiz. Marhamat, assalomu alaykum. Yana bir bora qabul qilib olishingiz mumkin. Mukofotingiz hamda diplomingizni ko'pchiligimiz taniymiz, ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Mana shunday sunnat amalni ushlagansiz va xalqimiz, ayollarimizga koriga yaraydigan eng go'zal kasblardan birini egallagansiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohdan sizga quvvat tilaymiz. Ayollarimizni sog'lomlashtirishda davom eting. Bugun Zaytun Awards ishtirokchilaridan biri o'zimning shogirdim, ya'ni hijoma mutaxassisi, Buxoroda eng zo'r massaj va hijoma mutaxassisi bo'ladilar. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ustozdan o'tmagan shogird emas deb inshaalloh kelajakda yana ham katta yutuqlarga erishishni tilab qolaman.